Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Har oyda Agrobank Bo'stonliqlar xodimlari tarafdan tadbirkorlar uchrashuvi rejalashtirilgan. Bugungi uchrashuvimizdan maqsad shu Agrobank Bo'stonliqlarning mahallaviy ishlash bo'limi xodimlari tarafdan berilgan bank kreditlari, kreditlar bo'yicha qisqa tushuncha beraman. Hozirgi kunda mahalla loyihasi bo'yicha DC ko'mak, PK312 qaror, PK60, PK61 qaror bo'yicha kreditlarimiz bor. Hamkorlik ommaviy ayollarga kreditlarimiz ham bor. Mahalla loyihasi bo'yicha tushuncha beradigan bo'lsam, mahalla loyihasi 5 yilga 1-2 yil imtiyoz davri bilan 50 million so'mgacha, maksimal summasi 50 million so'mgacha beriladi. Yillik foizga 5%. Ayollarga bir xil. Faqat bu kredit maqsadli kredit. Misol uchun siz har bitta yashab turgan o'z hududingizda MFS mahalla banki, mahalla agenti bor. Shu agent uchrasanglar, nima hujjat kerakli tushuncha berib, hujjat tayyorlashga yordam berib, chorvachilik yo'nalishi bor unda, asalari ichida issiqxona, motor kultivator shu yo'nalishlar bo'yicha bor. Lekin bu kredit olgandan keyin maqsad foydalanish bo'yicha. Ya'ni nima maqsad olgan bo'lsa, o'z bank qilasiz. Shu maqsadda foydalanish kerak. Maqsadsiz kredit emas. Keyin BC ko'makli nominal kreditimiz bor. U 4 yilga 6 oylik imtiyoz davri beriladi. 17 million so'mgacha, maksimal 17 million so'mgacha kaftlik sug'urta asosida beriladi. Keyin PK312 qaror bo'yicha berilgan kredit turimiz bor. U tadbirkorlar subyektlariga beriladi. 5 yilga 1 yil imtiyoz davri beriladi. Yachaqda MCJ yoki oilaviy tomon ochib tadbirkor subyekt bo'lib keyin oladi eski kreditni. Bu kreditning sharti shundaki, oldin oilaviy kredit olib, sizlar 30 million kreditlar olingan issiqxonaga 18% o'ta kredit, 17% kredit olib, shunday kredit olib yopgan bo'lsa, misol uchun siz aka 30 million kredit olib yopgansiz, uni vaqtida yopgan, sho'rlik tushmagansiz. Sho'rlik tushmagan bo'lsangiz, yagona tadbirkor, yangi tadbirkor bo'lsangiz, siz tadbirkorligingiz berilib bo'ladi. Yoki ikkinchi sharti bor, tadbirkorligingiz ochilgan 1 yil bo'lgan. Har oy bankka hisob varaqaga ochgansiz, keyin har oyda o'sha hisob varaqangiz orqali soliqni aylanma qilmagan bo'lsa, uch soliqni o'sha hisob raqami orqali to'lagan bo'lishi shart bo'ladi. Shu bank shu anaqalarga tushsa, 310 qaror bo'yicha beraveramiz.